35. bab. Musa bütün İsraillarni chaqirib, ularga mundaq dedi. Parvardigor, sizlarning tuvandagi qoidaga rioya qilishinglarni buyurdi. Ish qilishinglarga yetarlik 6 kun bor. 7-chi kun bo'lsa, muqaddas bo'lib, u Parvardigorga mansub bo'lgan dam olish kunidir. Bu kuni xizmat qilganlikka kishiga o'lim jazosi berildi. Dam olish kuni hatto o'z uyida o't yiqishqimi bo'lmaydi. Musa bütün İsrail xalqiga yana mundaq dedi. Parvardigor shundoq amr qildiki, sizlar Parvardigorga hadiya suninglar. Xalqanlar oltin, kumush, tuch, ko'k, so'sun va to'q qizil ranglik yeb, kandir yeb, ham o'chki tiviti, qizil bo'yalgan qo'chqar terisi, nafis ishlangan terilar, akatsiya yog'ichi, chiroq yig'i, muqaddas yog' va isiriq yosildigan xushbo'y dori darmaklar, bosh ruhoniy kiydigan qisqa efod bilan ko'kraklikka qadildigan yo'lliq hiqiq va boshqa esil toshlarni hadiya qilsin. Oranglardiki mahir ustalar kelib, Parvardigor buyurgan barliq narsalarni, ya'ni ibodat chediri, chedirning yopiqi, chedirning ilmak, ram, to'g'ri baldoqlari va turuklari, ham turuk putlari, akti sanduqi, sanduqni ko'taradigan baldoqlar, sanduqning og'zi, ya'ni mehr shafqat taxti va yopiq pardisi, shirani ko'taradigan baldoqlar va shira saymonlari, Xudoga sunadigan nonlar, chiroqdan va uning saymonlari, chiroq va chiroq yig'i, isiriqdan va uni ko'taradigan baldoqlar, muqaddas yog' va xushbo'y isiriq, chedirning kirish og'zining pardisi, ko'ydirma qurbonlik supisi bilan uning tush shalosi, ko'tirish baldoqlari va barliq saymonlari, poklanish desi va dos qo'yg'ich, o'yilning cho'rsidagi parda to'siqlar, parda turuklari va turuk putlari, o'ylining kirish og'zining pardisi, chedir va o'ylining qo'ziq va tonilari, ruhoniy Harun va uning o'g'illari muqaddas joyda xizmat o'taganda kiydigan nafis muqaddas kiyimlarni tayyorlasin. Bütün İsrail xalqi Musoning yenidan qaytishdi. Ko'ngli rag'batlangan va rozimanlik bilan hadiya qilishni xohlaganlarning hammasi Parvardigor bilan uchrashish chedirini bino qilish, uning ichidagi narsalarni yasash va muqaddas kiyimni tikishga kerakli bo'lgan lozimatliklarni elib kelishdi. Hadiya qilishni xohlaydigan erlar va ayollar bulapqa, halqa, üzük və biləzzük qatarlıq hər xil altın buyumlarını əkilib, Parvardigor üçün atıdı. Kök, sösün, toq qızıl rənglik yeb, kəndir yeb, öçki tiviti, qızıl boyalğan qoşqa terisi və nəpis işlənген teri qatarlıq nərsləri bağla, ulanı elib gelişdi. Kümüş, yoki tuç, hediye qılalaydıqanlar hediyelerini elib gelişdi. Akatsiya yağıcı barlar mı onu elib gelişdi. Qoli çiver ayallar, öz qoli bilen egirgen kök, sösün ve toq qızıl rənglik yeb, hem kendiri yeb elib gelişdi. Köngli rıqbatlangan qabiliyatlik ayallar yana öşki tivitidin yeb egirişdi. Aqsaqallar, efodqa və kökərəklikki qadıldıgan yolluq, heqiq və başqa esil taşlar, çıraq, muqaddas yağ və isiriq üçün xushbo'y dori darmak və yağlarni elib kelishdi. Mayli er yoki ayol bo'lsin. Parvardigorga hadiya sunishni xohlagan İsraillarning hammasi hadiyalarini elib kelishib,
Parvardigor Musa orqali ularni selishga buyurgan ibodat joyi uchun taqdim qilishdi. Musa so'zini davomlashtirib mundoq dedi: "Qaranglar, Parvardigor Yahuda qabilasidan Xurning navrisi Urining o'g'li Bizalilni tanladi. Uni o'z ruhi bilan cho'mildirib, uningga aql farosat, bilim va xilma-xil hunar san'at iqtidorni ato qildi. U hozir xilma-xil hunarlarni, ya'ni oltin, kumush va tushdan har xil narsani yasash, qimmatli toshlarni kesish va ularni zinnat buyumlariga silish hamda yog'ochlarga naqsh o'yishdek hunarlarni biladi. Parvardigor yana Dan qabilasidan Ahisamoqning o'g'li Oholiyobqimi aql farosat ato qilib, uni va Bizalilni boshqalarga ustoz qildi. Parvardigor ularni aql farosatlik qilib, ularga naqqoshlik, o'ymichilik, ko'k, so'sun, to'q qizil ranglik yung yip va kandir yipdan kashti tikish, rahlarni to'qish qatorliq har xil nafis hunar san'at iqtidorlarini ato qildi. Ular har xil ishlarning hötisidan chiqalaydi va xilma-xil hunarlarni o'ylab chiqaralaydi.